Assalomu alaykum barchaga. Bugun Registon o'quv markazida tanqid kun, chunki bugun Registonda bir kun nomli vlog dasturini olib boraman. Avvalo vlogni boshlashdan oldin o'zimni tanishtirsam. Men Fayzullo Xudoynazarov Registon o'quv markazining Dagpits qismida SMM menejer bo'lib ishlayman. Videoni umuman o'tkazib yubormang, chunki bu yerda siz uchun manfaatli gaplar, manfaatli suhbatlar bor. Qaytdi, bu bizning mikrofonimiz, ya'ni zamonaviy talab. Teacher Muhammad Amin. Als darajalari 8.5. Assalomu alaykum teacher. Assalomu alaykum. Fayzullo qalaysiz? Zo'r, hammasi yaxshi. Vlog olamanda yomon qiynalib ketdim. Xo'p, teacher, sizga bir ikkita savollarim bor. Als 8.5 olish uchun nima qilish kerak? Well, nima qilish kerak? Necha o'rinda spesifik gapiraman, hamma biladi. Qattiq ishlash kerak, buni balolat qilish kerak, nima qilish kerak, nima qilish kerak. Asosiy katalog leveldan sekret emas, logikasi nimada? Ko'proq so'z bilasiz, ko'proq so'z ishlata olasiz. Nima qilish kerak? Shunchaki kontekstdan so'z o'rganasiz. Kontekst deganda nimaligini tushundinglar. Xoh eshitiladigan narsa bo'lsin, xoh o'qiladigan narsa bo'lsin. O'shandan vocabulary, collocationda, xullas olganda language olasiz, o'rganasiz va o'shani ishlatishga harakat qilasiz va takrorlab berasiz. Bu Xo'p, computer based bilan paper based nima farqi bor? Paper based ancha stress kamroq paper baseddan ko'ra. Men paper based officially topshirmaganman, rasmiy topshirmaganman, lekin British Council tomonidan o'tkazilgan anaqa bo'lgan bizada otini nima? Trial mock bo'lgan. O'shanga kirganman. Yomon charchab chiqqan bu narsadan, lekin 4 marta o'zimni rasmiy imtihonlarimni 4 marta computer based topshirgan bo'lsam, hammasi computer based bo'lgan bo'lsa, charchoq darajada bo'lmagan. Hattoki masalan imtihon topshirgan bo'lsam, ikkinchi imtihonni ham o'sha paytni o'zida masalan topshirishga tayyor bo'lganman jismoniy jihatdan ham, aqliy, mentally deydi ingliz tilida. Katta farq shunda. Qolganlari farqini hamma biladi. Masalan, o'sha o'zida internetda informatsiya beryapti narsa haqida. O'zim uchun his qilgan narsa, nimaga men computer based tanlayman? Stress free. Xo'p, muvaffaqiyatni 3 ta so'z bilan ifodalang. Oh my god. Tak, muvaffaqiyat nima? Senda bo'lsa alam qiladi, senda bo'lsa maza qilsa. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi. Rahmat teacher. Va bu xonamizda yaqindagina speakingdan 8.5, overall 8 olgan teacherimiz Alisher teacher. Assalomu alaykum teacher. Yaxshi. Xo'p, teacher, hozir biz Registonda bir kun nomli vlog dasturimizni olib boryapmiz. Siz uchun ham maxsus savollarimiz bor. Xo'p. Avvalo teacher, nima uchun aynan Registon o'quv markazini tanlagansiz? Xo'sh, Registon o'quv markazini birinchi o'rinda qadriyatlar uchun tanlaganman. Keyin jamoa juda ham zo'r, ahillik, inoqlik va natijalar, qulay lokatsiya hammasi uchun. Xo'p, teacher, hozir o'zingiz ham o'qiysiz va o'qiyotganlarga yoki o'qishni rejalashtirayotganlarga qanday tavsiya berasiz universitetda? Universitetdan birinchi o'rinda maqsadni aniqlab olish kerak. Universitetga o'zim nimaga kirmoqchiman, 4 yil o'qib berdim, nima bo'laman degan savollarga javob topa olsagina o'sha o'qishga kirish kerak. Bo'lmasa o'qishdan foyda yo'q. Shu savolga javob topa olsa, demak o'qish kerak. O'zi yaxshi ko'rgan, o'zini kelajakda ko'ra olgan sohada o'qish kerak o'zi. Xo'p, teacher, o'zi Alsdan 8 olish osonmi? Alsdan 8 olish yomon gapiring. Oson, faqat yaxshi mehnat qilib, Allohdan so'raganlarga oson. Xo'p. O'quvchilaringizga qanaqa gap aytgan bo'lardingiz hozir? O'quvchilarimga shu o'limgacha o'qish kerak edi. Xo'p. Ustoz, sizga omad tilaymiz. Nasib qilsa 9 ni ham kutamiz. Kamol. Xo'p. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Men Registon o'quv markazida usul fandan dars beraman, nizom va mashg'ulot. Xo'p, ustoz, siz uchun vlogimizga savollarimiz bor. Xo'p, birinchi savol. Agar Registon o'quv markazida film suratga olinsa, sizga qanaqa rol berishgan bo'lar edi? Так, filmligini bilmadim-ku. Может быть, multfilmdagi Головоломка multfilmidagi Radost rolini berishgan bo'lardi. Xo'p, ustoz, navbatdagi savol. Siz o'quvchilaringizning xotirasida qanday nom bilan qolgan bo'lishini istardingiz? Qanday nom bilan? Kreativ ustoz.
Xo'p, o'quv markazimizdagi eng dangasa odam Eng dangasa odam. yoki eng hazilkash odam. Eng hazilkash bilmadim. Bilmadim to'g'risi. Bunday savol bilmadim men. Bilmadingiz. Assalomu alaykum, teacher. Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Ismim Asadbek, familiyam Mirzayev. Shu yerda taxminan 1 yildan beri ishlab kelaman. Umuman investitsiya sohasida 4 yildan beri ishlayman. Xabarimiz bor, teacher, kecha arz topshirgansiz. Tafsilotlardan bo'lishsangiz. Tafsilotlar zo'r. Shunchaki wow deydi. Nasib bo'lsa ertaga natija chiqadi. Hammasi zo'r bo'lgan. Davomida 8-8.5 kutamiz. Xo'p, ustoz, endi keyingi savol. Agar Registon o'quv markazida film suratga olinsa, sizga qanaqa rolni berishgan bo'lardi yoki siz qanaqa rolni olgan bo'lardingiz? Endi kino qahramonlariga bog'lasak, masalan, Novda filmida bitta ustoz roli bor, qattiqqo'l ustoz bor. O'shani rolni olgan bo'lardim, agar Novda filmini bilsa. Xo'p, ustoz, oxirgi savolim. Siz o'quvchilarning xotirasida qanday nom bilan qolishni xohlardingiz? O'quvchilarning xotirasida vaziyatni tushunadigan, hamda qattiqqo'l, hamda joyiga hazilkash. Chunki ustoz o'quvchilarga moslashishi kerak. Xo'p, ustoz, rahmat kattakon. Xo'p, demak do'stlar, bu xonaga ham kiramiz. O'quvchi qo'shildi, lekin teacher bor. Assalomu alaykum, teacher, bezovta qildim. Xo'p, teacher, bitta savol bilan murojaat qilyapman sizga. ALS o'qiydiganlarga qanaqa maslahat berasiz? Sertifikat uchun emas, bilim olish uchun o'qish. Sababi har qanaqa bilimni olayotgan paytda ham uni tilga activate qilib ketish kerak. Mana shunda u til o'rganadi. Sertifikat uchun, ekzam uchun tayyorlanmaydi. Xo'p, teacher, o'quv markaziga qanaqa qilib kelib qolgansiz? To'g'risi, qidirib kelganman ish. Va Xudoga shukr, bitta ishga olinganman. Zo'r. Rahmat, teacher. Yes. Charchamang. Xo'p. Assalomu alaykum, o'g'am, hormang. Assalomu alaykum, Azizlar, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Og'a, o'zingizni kuzatuvchilarga qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, meni ismim Jamshid. Shu yerda Registon o'quv markazida yarim yildan ortiq ishlab kelmoqdaman. Ishga kirishimda nazoratchi menejer bo'lib kirgan bo'lsam, hozirda moliya menejeri yordamchisi bo'lib ishlayapman. Yaxshi, og'a, sizga bir ikkita savollarim bor. Agar Registon o'quv markazida film suratga olinsa, sizga qanaqa rol berishgan bo'lar edi? Yaxshi savol. Bu baribir o'sha qiziqarli kontentga to'g'rimi boshqalar? Shunaqa. Xo'p, bu videomizni kuzatib turganlar uchun, ya'ni kuzatuvchilarimiz uchun bitta kichkina bir viktorina deymizmi, o'yin qilaylik. Xo'p. Mana shu ishdagi o'sha lavozimga tegishli bitta rolni o'zimga tanladim. Mana shu videoni kuzatib turgan, agar o'quvchimiz bo'ladigan bo'lsa yoki o'zimiz xodimlarmi, o'zini fikrlarini bildirsinlar, men ya'ni qaysi rolga tushaman. Agar o'sha men o'ylagan rol bilan to'g'ri keladigan bo'lsa, buni o'quvchimiz to'g'ri topsa, ularga oylik to'lovga skidka beraman, chegirma yoki xodimlarimiz ichidan topishadigan bo'lsa, bitta aytmanda. Ana, zo'r bo'ldi. Kommentariyani portlatib, like, podpiska, pozitsiya deganda zo'r. Shunaqa narsa bo'lishi kerak. Navbatdagi savolim, bu videoni ota-onalar ham ko'ryapti, menimcha. Xo'p, ota-onalar nima uchun Registon o'quv markaziga farzandlarini yuborish kerak? Asosiy sabablardan biri xavfsizlik ta'minlangan o'quvchilar dars vaqtida, darsdan tashqari ham nazorat ostida bo'lishadi. Mana bu yerda telefonlarimiz kamerasi bor. O'zim shu yerda kuzatib o'tiraman. Noodatiy holatlar yoki nima desam, bir e'tibor tortadigan holat bo'lsa, darhol o'zim ko'raman bu narsani. Va undan tashqari ustozlarimizni yuqori darajaga egalikligi, mahoratliligi va o'sha o'quvchiga faqatgina darsni o'tish bilan emas, balki o'sha o'tadigan mavzularni singdirib bera olish, o'sha bilimni yetkazib berish bilan va albatta natijalar kafolatlanganligi. Teacher, agar Registonda film suratga olinsa, qaysi rolni sizga berishgan bo'lardi? Registondanmi? Shunaqa. Aytaylik, Harry Potter filmi suratga olinyapti. Damizorda berishmasdi. Menimcha shu Harry Potterga berardi. Chunki ko'p narsalarni o'zgartirish qobiliyatiga ega-ku. Shunday. Xo'p, rahmat, teacher. Shu o'zimni yaxshi ko'rgan filmim bor, doirali qizlarga. Shundayki, Merida rolida bo'lsa kerak. Merida.
O'xshab ketadi-ya biz. Yaqinda yangi chiqqan kino bor, Cruella. O'shandagi Cruella obrazini olgan. Xo'p, rahmat. Muqaddas zamin degan kinoda Salohiddin Ayyubiy. Gilmore Girls kinosidan Lorelai rolga olgan bo'lardi. Agarlar man qilishni bo'lganda, man o'sha Spider-Man'dagi Spider-Man olishda Tobey Maguire Spider-Man rolini qilgan. Xo'p, agarda rol olishim kerak bo'lganda, men Dexter kinosidan Dexter Morganni tanlagan bo'lardim. Ana, xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Ketdi. Xafa bo'lish yo'q. Og'a qarang. Xafa bo'lish yo'q. Abituriyentlarga o'quv markazimizda kelib o'qishni tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta. Nega yo'q? Nega yo'q? Nima uchun tavsiya bergan bo'lardingiz? Tajribali uslublar, o'qishga chiqqan sektor balandligi, imtihondan oldin imtihonga o'zi yuqori ball olish imkoniyati bor, kanatlanadi, sertifikat olasiz. Hamma imkoniyat bor. Masalan, man xohlayman, yashash hamma sharoit bor dedi-ku. O'qish uchun, sertifikat olish uchun, muvaffaqiyatga erishish hamma sharoit bor. Nozima,